Esladingizmi bu? Qatar Jahon chempionatida 2022-yili Messi Niderlandiyaning hujumida o'z qo'li bilan to'pni kesib yuborgan. Hamma qizil kartochkani kutgandi, chunki Messida allaqachon sariq kartochka bor edi. Lekin Messi hakamning oldiga borib unga "Kimligim esda turgin, meni maydondan chetlata olmaysiz." Hakam esa Van Deyka "Hech gap emas, kartochka bo'lmaydi" deydi. Niderlandiyalik himoyachi bunga ishona olmadi. Van Deykning yuzi hammasini bildirib qo'ydi. Endi esa 2026 Jahon chempionatida argentinalik o'yinchi jarima hududida to'pni qo'li bilan chetga burib yubormoqda. Bu ochiqchasiga penalti edi, lekin faqat Argentina bo'lganligi uchun kechirdi. Bu hali hammasi emas. Joriy mavsum boshida Xavi Simons Van Deykka qarshi xuddi shunday qoidabuzarlik qildi. Hakam monitor oldida takroriy lavhani ko'rib chiqib, xavfli o'yin uchun Tottenham futbolchisini maydondan chetlatishga qaror qilib, Messiga esa 2026 Jahon chempionatida aynan shunday qoidabuzarlik uchun qizil kartochka kechiriladi. Hakam hatto VARni ko'rishi ham shart emas edi. Bu endi tasodif emas. Bu Jahon chempionati ham 2022-yilgidek kelishilgan. Messining dadasi Infantino bor va bu Jahon chempionatini unga yana berishadi. Bu sharmandalik. তখন আমি বলছি শাহিন নটির ফুলাকে ধরে ফেল বলে আমি দুজনকে এইভাবে ধরে ফেলছি ধরে ফেলতেই আমার পা থেকে কিছু ফিসলছে শাহিন ধরস্তা খেয়ে ওকে